Avtomobil zamonaviy dizayn va qulaylikni o'zida mujassam etgan ixcham shahar avtomobili bo'lib kundalik hayot uchun juda mos tanlov hisoblanadi. Uning kichik o'lchamlari tor ko'chalar va tirband shahar sharoitida oson boshqarishni ta'minlaydi. Old va orqa dizayni soddaligi bilan ajralib turadi, lekin ayni paytda zamonaviy ko'rinishga ega avtomobil tashqi ko'rinishida ortiqcha chiziqlar yo'q, hammasi muvozanatli va ko'zga yoqimli ishlab chiqilgan. Orqa chiroqlari yorqin va aniq bo'lib kechasi harakatlanishda xavfsizlikni oshiradi. Yon tomondan qaralganda avtomobil aerodinamik shaklga ega ekanini ko'rish mumkin. Bu esa nafaqat tashqi ko'rinishni chiroyli qiladi, balki yoqilg'i tejamkorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tom qismidagi antenna va silliq chiziqlar avtomobilga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Salon qismi haydovchi va yo'lovchilar uchun qulay qilib ishlab chiqilgan. O'rindiqlar yumshoq va uzoq masofaga harakatlanishda ham charchoqni kamaytiradi. Old panel sodda va tushunarli bo'lib barcha boshqaruv tugmalari haydovchi uchun qulay joylashtirilgan. Rul boshqaruvi yengil bo'lib, yangi haydovchilar uchun ham mos keladi. Avtomobil ichki qismida yetarli joy mavjud bo'lib, kundalik ehtiyojlar uchun yuk joyi ham yetarli darajada keng. Bu avtomobil oilaviy foydalanish uchun ham mos bo'lib, bolalar bilan sayohat qilishda qulaylik yaratadi. Dvigatel qismi tejamkorligi bilan ajralib turadi. Yoqilg'i sarfi kam bo'lgani sababli uzoq muddatli foydalanishda xarajatlarni kamaytiradi. Shahar ichida va qisqa masofali safarlarda o'zini juda yaxshi ko'rsatadi. Avtomobilning yurishi silliq bo'lib, notekis yo'llarda ham barqaror harakatni ta'minlaydi. Tormoz tizimi ishonchli bo'lib, tezkor javob qaytaradi. Bu esa xavfsizlik darajasini yanada oshiradi. Xavfsizlik kamarlarining qulay joylashuvi va mustahkamligi haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Avtomobil kundalik ishga borish, bozorga chiqish yoki qisqa sayohatlar uchun juda qulay. Texnik xizmat ko'rsatish ham oson va ehtiyot qismlarning mavjudligi bilan ko'rish maydoni aniq va xavfsiz haydashga yordam beradi. Bu avtomobil narx va sifat jihatidan muvozanatli tanlov bo'lib, budjetga mos keladi. Yangi avtomobil izlayotganlar uchun ham, ishlatilgan avtomobil variantlarini ko'rib chiqayotganlar uchun ham yaxshi imkoniyat yaratadi. Kundalik ehtiyojlarni qondirish uchun yetarli bo'lgan barcha funksiyalarga ega bo'lib, ortiqcha hashamat talab qilmaydigan. Foydalanuvchilar uchun ayni muddao ushbu avtomobil bilan shahar hayoti yanada qulay va oson bo'ladi. U kam xarajat talab qiladi, oson boshqariladi va ishonchli xizmat qiladi. Bu esa uni bozordagi eng amaliy variantlardan biriga aylantiradi. Avtomobilni tanlayotganingizda ishonchlilik, tejamkorlik va qulaylik muhim bo'lsa, bu model siz uchun to'g'ri tanlov bo'lishi mumkin. Kundalik hayotda sizga muammo emas, balki qulaylik olib keladigan avtomobil aynan shunday bo'lishi kerak va bu avtomobil ayn. Eshik ochilib yopilganda uning mustahkamligi seziladi. Eshik ochilganda salon ichidagi tartib va soddalik yaqqol ko'rinadi. Bu avtomobil kundalik qiyin sharoitlarda ishlashga tayyor ekanini bildiradi. Har bir detal real hayotga moslashtirilgan, ortiqcha murakkabliksiz va ishonchli tarzda ishlab chiqilgan. Zamonaviy avtosalon ichida turgan Suzuki Pickup o'ziga xos ishonch bilan ajralib turadi. Katta oynalardan tushayotgan tabiiy yorug'lik avtomobilning oq rangini yanada chiroyli ko'rsatadi. Bu mashina qarab turib, inson ongida to'g'ri tanlov degan fikrni uyg'otadi. U narx, sifat va ishonchlilik o'rtasidagi mukammal muvozanatni taqdim etadi. Suzuki Pickup bugun uchun emas, balki kelajak uchun ham foydali sarmoya hisoblanadi. Uning texnik xizmat ko'rsatishi oson, ehtiyot qismlari mavjud va dizayni yillar o'tib ham eskirib qolmaydi. Shu sababli bu avtomobil uzoq vaqt davomida o'z qiymatini saqlab qoladi va egalari uchun ishonchli xizmat qiladi. Bu avtomobil mehnat tilini yaxshi tushunadi. U har kuni ertalab yuk ortishdan tortib, kechqurun bo'sh holda qaytishgacha bo'lgan jarayonlarda siz bilan birga bo'ladi. Uning barqaror yurishi, mustahkam tanasi va ishonchli tuzilishi uni turli yo'llar va sharoitlar uchun mos qiladi. Bu mashina